Salom do'stlar, sizlar bilan yana Asadbek. Bugungi videorolikimizda yangidan joy ochib yaxshi narsalar ko'ramiz. Do'stlar, mana bugungi videorolikimizda nimalardan olamiz? Bizga birinchi o'rinda kerak bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyga yozib ketasizlar, yana nima qilishimiz. Aynen do'stlar. Kimda kim ko'rgan bo'lsa, bugun biz bu yerda nima qilamiz? Bugun biz shu yerga kelib tekshirib ketamiz. Eshitlasizlarmi ovozini? Ketdi. Ana. Bular kim endi? Ha, bu mayli do'stlar. To'rtingizni yasashni o'rgangan bo'lsanglar, u yoqqa teng tomoniga 5 tadan mana shu qora bloydan qo'yasizlar. O'zbekistondan ekan nomi. Yana yoniga bu bloyni olib kimga bunaqa video rolikimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, yana like bilan podpiskasini bosishni esdan chiqarmanglar. Hali bunaqa videolar oldimda. Bunda nima bo'ladi endi desanglar, kimga kim qiziq ekan bo'lsa, shuni sinab ko'rmoqchiman. Zazgalka bor-ku, zazgalkani burchagiga bossanglar, ha, yo'q, hech narsa bo'lmas ekan baribir. Shunchaki. Ana, ko'rlar bu yoqqa o'tmayotga faqat shu bunday bo'ladi. Ha, do'stlar, sizlar ko'rib turganlaringizdek, lekin chiroyli chiqdi. Bugungi video roligimiz shundan iborat edi. Keyingi videolarda bundan ham qiziq videolar qo'yib boraman. Do'stlar, sizlar bilan Asadbek bo'ldi.